turish kerak. Qani soat necha bo'ldi ekan? Telefonim. Voy dod basham. Xo'p, soat. Ya! 7:45 o'tibdi-ku, tez maktabga borish kerak. Voy, uxlab qolibman. Yo'q, emas, bugun 5 soat o'qirdik. Fizika bugun o'tmaymiz, qolgan kerak. Cho'rtnavaklar yoki kerak bo'ladigan kitoblar. Qornim och qolganda 3 ta non olib oladi. Hozir 2 tagina suv ichgani. Barchaga salom do'stlar. Mening ismim Rivok. Xullas, meni pulim faqatgina $3 qoldi. Narsalarni sotdim. PlayStationda esa kecha Mr. Beast kelib menga berib ketdi. Ovqating bormi? Birga yeylik desa, men kechirasan, ovqatim yo'q desam, u menga berdi shu ovqatlarni. Lekin tez bo'lish kerak. Eshitmani unutmadimmi? Telefon, daftarlar, pul. Xo'p, hamma yo'q joyida. Ketsak ham bo'ladi. Hozir eshikni qulflaydi. Ketdik. Tez bo'lish kerak. Keyin do'stlar ish topib ish qilish kerak-da, lekin. Kim sip ketdi beri? Hey, tutib yomon qolaman lekin. Yugurish kerak, maktabga. Qo'y, sen qilmadingmi? Sen ichmadingmi? Siymadingmi? Gapirarmidi. Tez bo'lish kerak, birorta ish topish kerak keyin. Do'stlar, kech qolyapman. Birinchi soat nima edi? Hozir tarixida esda yo'q. Tarix. Hojatga ham kirishga ulgurmadim. Qaysi biridan mana. Yo'q. Eshik ochmayam qo'yraman. Ochil. Xullas. Bo'ldim. Suv ham yo'q ekan do'stlar. Yugur, tarixmi? Qani? Tarix ekan. Esda ham yo'q. Ustoz kirishga mumkinmi? Ikkita bo'lgan. Kelganmisan nima? 2 minutga kech qoladimi? Nima sen odammisan? 2 minutga kech qoladimi? Sen dadalariga emas, akalariga emas, men darsimga kechikilish turdingmi? Xo'p, ustoz, uzr. Uxlab qolibman-da, kechasi bilan dars qilganim. O'sha sani, o'tir. Aynan. Bugungi darsimiz sizlar bilan har doimgidek tarix. Bugun daftarlaringizni oling va sizlar temani qadimiy dinozavr qoldiqlar. Uzr. Qadimgi Qirg'iziston deb yozing. Do'stlar, qadimgi Qirg'iziston. Bugun 2 ta tema o'tamiz. Kecha o'tolmay qolib ketgan ekanmiz. Bittasini xullas pastiga qadimgi O'zbekiston deb yozing endi. Hop. Qadimgi to'xtang. O'zbekiston. Ustoz, bo'ldim. Yaxshi, unda eshitib turing. Uxlab qolaman hozir. Rivok! Ustoz. Nima qilyapsan darsimda? Uzr, ko'zim ketib qopti. Sani chiq darsga. Xo'p. Ketdik. Xo'p, men hozir nima dedim? Sizmi menga gapirdingiz? Yo'q. Birinchi tema nima? Daftaringni ochmasdan menga qarab gapir. Xo'p, daftar. Qanaqa
daftar? Temani so'ra. Ayt. Avval siz gapingizni o'tlab oling. Nima? Gap qaytaryapsanmi sen? Sen nima meni o'zingcha masxara qilyapsanmi? Yo, ustoz. Sen men bilan hazillashma bola. Direktorni oldiga olib kirsam, pachag'ingni chiqarib tashlay. Xullas, temani aytasiz, bo'l. Hop, nima edi ya? Qadimgi Qirg'iziston. Ikkinchi temachi. Ikkinchi tema ham bor-a? Qadimgi O'zbekiston. Yaxshi, o'tir. Hop. Ustoz, bugungi bahoyim necha? Xullas, bugungi bahoying tanishaydi. Bugungi bahoying necha qo'ysa? 3,5. 4 minus. Yaxshi emas, lekin mayli. Xullas, endi daftaringizga yozing. Ustoz, chiqishga ham bo'libdi. Bo'ptimi? Endi chiqaringlar. Davay, tez chiqish kerak bo'ldi. Bo'lmasa ustoz yana mangir-mangir qiladi. Nima deding? Yo, ustoz, sizga bas. Hojatga kirib chiqay. Yaxshi bo'lmagandi. Va nihoyat chiqdim. Endi dars nima edi? Tarix bo'ldi. Endi mana nima ekan? Biologiya, to'g'ri. Ustoz, kirishga mumkinmi? Yaxshi. Reva, keldingmi? Kir. Hozir men ishlarim bordi. Hop, do'stlar, nima qilyapsizlar sizlar? Jim tur. Siz nima qilyapsizlar baqa qarab? Sen kim emassan? Sening yesiz qarayapsiz. Reva, keldingmi? Assalomu alaykum ustoz, men qayerga o'tiray? Ana Jeremini oldiga o'tir. Mayli. Xullas, bugungi darsimiz mana shu doskadagi dars. Temadi, uzr do'stlar. Bolalar. Ustoz, doskada hech narsa yo'q-ku? Yo'q ekan, men ahmoq. Aytib turaman. Hozir daftarlaringni olinglar. Bugungi temamiz kletka. Bo'ldimi, yozdilaringmi? Yo'q, yozdingmi? Ustoz, yozdim. Eshitish. Jeremy. Xullasda qarada. Hozir men keyingi soatdan bitta muzika aytmoqchiman-da, hamma mendan qarz bor. O'shani aytmoqchiman. Sen menga yordamlash, xo'pmi? Sen keyingi darsimiz musiqa bo'lsa, musiqa-yu, o'shanda rivok aytarkan muzika-da. Mayli, aytaveraman. Bo'pti. Rivok. Ustoz. Nega darsda gaplashib o'tiribsan, yaramas? Uzr. Maras, pishakmisa-da? Yiling pishaymi? Qisa o'tir. Xo'p, nima pishay deyapsiz? Pishaylari bir-biri bilan miyav-miyavni o'kirishadi-yu, stol joyiga qo'yib qo'yadi. Uzr, bosilib ketgandi. Nega ma'lum? Yo'q endi. Bugungi bahoying seni -4. 2 marta -4 oldimi? Ustoz? Chiqishga bo'pti. Endi chiqaringlar, yo'qolish. Demak, sen tez chiqib ko'zga ko'rma, yo'q. Nima qilyapsan? Ko'zga ko'rma, yo'qol. Odamsizlar, Hop. Chiqishim bilan ag'yar. Xullas. Qani musiqa shattamidi esimda. Yo'q, bugun fizika yo'q. Hop. Ochil. Musiqa qayerda edi? Matematika ekan. Xullas, do'stlar, maktabimizni bir oldin qurishgan, shuni to'g'ri qurishmagan ekan. Ana, tezda kirishibdimi? Xullas, bugungi darsimiz. Ustoz, kirishga mumkinmi? Men yaramas, yana kech qoldingmi? Maras. Ustoz, so'kmang, iltimos. Tezda o'tir, Jeremini oldi bo'sh ekan. Mayli. Bugungi darsimizni daftaringizga yozinglar.
bugungi yaxshi qo'shiq aytish. Yaxshi qo'shiq aytish. Bo'ldilaringmi? Ha, ustoz. Xullas, endi bizda kim xohlovchilar bormi? Musiqa aytishga. Buncha hammajim. Ustoz. Ha? Rivok nima aytarkan? Musiqa aytarkan. Rivok sen aytasanmi? Ha, ustoz aytaman. Unda chiqchi. Kim aytdi? Men aytgandim. Sen menga ishondingmi? Ahmoq, bir urib basharangni buzib qo'yma. Qisib nima yurgin, tushundingmi? Gapingni yodlab ol. Ikki xil gapirasanmi sen? Xohlaganimcha gapiraman. Rivok urushma, tez chiq, ayt. Mayli. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam. Qarzing bor, hammani berish. Ay, yaramas Rivok, shu haliyam qarzing so'rayapsan. 1 yildan beri berishmayaptimi bular ham? Ay, ustoz bermayapti-da, nima qilay? Yo'q, bermayman. Sen menga oldingi qarzimni bermagansan. To'g'ri, bermaymiz. Yo'q, bermaymiz. Yo'q, bermaymiz. Do'stlar, bermanglar Rivokka qarzlarini. Nima bermaysizlar? Berish. Mendan men rozi emasman. Hech qisam. Xullas, o'sha. Rivok, unaqa qilma, bu do'stlaring. Sen kechorsan ham bo'laver, o'tir. Aytib qo'y, senga to'r bu safar. Mayli. Ustoz chiqishga bo'pti. Ha, bo'ptimi? Chiqaringlar. Keyingi soat nima edi? Tez chiqish kerak, do'stlar. U matematikamidir, nima edi? Ha, matematika ekan, do'stlar. O'zi ham ustoz yomon qila. Ustoz kirishga mumkinmi? Ha, bu safar birinchi marta sen kech qolmading. Tabriklaymiz, medal berish kerak senga. Ana, Jeremini oldi bo'sh ekan. Jeremi, sen men bilan o'tiraman deb kelishmaganmisan? Ha, nima qilay? Sen bilan o'tirgim kelyapti. Nima qilay? Biz do'stlarmiz axir, to'g'rimi? Ha, qanday inoq do'stlar. Daftaringizni olib, bugungi chisloni yozib, temani yozing. Rivok, yana uxlab qoldingmi? Yaramas, har doim mening darsimda uxlayverasanmi? Baqa chiqchi. Ustoz, uzr. Zo'ringni men pishini yeyman. Nima oshga qo'shib yeymanmi to'yda, ha? Sen yaramas qisibdir, bitta qurting bormi? Bitta joyda turda qara, har doim uxlab qolasan. Hozir kim bilan o'tiribdi aytchi? Men Jeremi bilan o'tiribman. Pandavo esa bitta qiz bilan, ikkala dugona. Oyatda ikkita gaplashib o'tiribdi. Men Hasan Husanlar. Shu yaramaslar, gaplashib o'tiribdimi ikkitasi? Ha, uni. Chaqimchi. To'g'ri, u chaqimchi ekan. Ustoz, soling. Yaramaslar, banchiq, ikkalang banchiq. Ustoz, mana chiqishdi. Endi nima qilasan? Ha, sen ikkalang yaramaslar. Men bunga Rivokka gapirayotganda senlar gaplashib o'tirganmiding? Ha, yaramaslar. Yo'q, ustoz, biz unaqa qilmang. Iltimos, bizni so'kmang. Ota-onam o'ldiradi, iltimos. Bir bor kechiring. Ha, mayli, ikkalangni ham kechiraman. Sen nima tirjayib turibsan men betingga qarab? Uzr, ustoz. Kulgili bo'lyapti-da. Nima kulgili bo'lyapti? Ha? Yo'q, ishasa bo'ldi. Kelmayman. Ha, men bitta tilda gapira olmaysan, ha? Chiqish bo'pti, ustoz, chiqaring.